Salom hurmatli do'stlar, navbatdagi darsimiz Actinomyces israeli bakteriyasi haqida. Ushbu bakteriyamizning dastlabki belgisi mana bu orqa fondagi binafsha rangli osmon. Binafsha rang bizda doimo gram-musbat bakteriya ekanligini anglatardi. Ikkinchi element esa mana bu shoxlangan daraxt. Daraxt bu bakteriyaning shoxlanib o'suvchi filamentoz rod ekanligini bildiradi. Demak, daraxtga yaxshilab e'tibor bersak, u ham shoxlanib o'sgan. Uchinchisi mana bu askar qo'lidagi qalam. Qalam bizda penitsillinni anglatardi. Ya'ni bakteriyani davolash uchun penitsilin antibiotikidan foydalanamiz. To'rtinchi belgimiz esa mana bu gaz maskasi. Gaz maskasi bizda bakteriyaning obligat anaerobligini, ya'ni doimo kislorodsiz muhitda yashab o'sishini anglatadi. Navbatdagi belgimiz mana bu askarning jag' va bosh qismini o'rab olgan bog'lam, ya'ni mato bilan o'ralgan. Bu shuni anglatadiki, aynan infeksiya asosan jag'dagi yoki og'iz bo'shlig'idagi har xil travmalar natijasida paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bakteriyamiz o'zi normal holatda oral, reproduktiv, gastrointestinal traktning normal mikrobiotasi tarkibiga kiradi, lekin shu bakteriya organizmda ma'lum bir holatlarda infeksiya keltirib chiqarishi mumkin. Xususan og'iz bo'shlig'ida qandaydir travmalar bo'ladigan bo'lsa yoki stomatologga borganda, misol uchun turli xil amaliyotlar o'tkazilgandan keyin mana shu dental karieslar sabab turli xil jarohatlar paydo bo'lishi mumkin og'iz bo'shlig'ida va mana shu jarohat sohasiga Actinomyces bakteriyasi tushishi natijasida mana shu joyda infeksiyaga sabab bo'lishi mumkin. Demak, bakteriyamiz asosan yuz va oral abseslarga sababchi bo'lishi mumkin ekan. Endi keyingi belgimiz mana bu yerda yotgan demak bochkalar. Bu bochkalarning og'ziga qarasak, teshik yoki ochilgan holatda turibdi va ichidagi suyuqlik tashqariga chiqyapti. Bu shuni anglatadiki, mana shu og'izdagi teshikdan Actinomyces hosil qiladigan sinus traktlarni bildiradi. Ya'ni aytdik, oral va yuz abseslariga sababchi bo'lgandan keyin mana shu abseslar keyinchalik to'qimani ichida rivojlanib, o'zlariga ma'lum bir kanallar ochib, teri yuzasigacha yetib boradi va shu ochgan kanallari sinus trakt deb ataladi. Demak, to'qimalar ichida abses hosil qilishi mumkin ekan va u sinus trakt orqali teri yuzasigacha yetib borishi mumkin ekan. Endi mana shu teri yuzasida keyinchalik o'zidan eksudat ajratishi mumkin shu yo'l orqali. Shu eksudat sariq rangda bo'ladi va bu eksudat tuzilishi xuddi oltin gurt granulalariga o'xshagani uchun buni biz sariq oltin gurt granulalari, ya'ni sulfur granulalar deb nomlaymiz. Mana shu sariq oltin gurt granulalarni eslab qolish uchun mana bu yerda yotgan toshlarga yaxshilab e'tibor bersak, hammasi sariq rangda. Bu shuni anglatadiki, ya'ni mana shu sinus traktlari orqali ajraladigan oltin gurt granulalari, ya'ni sariq eksudatni anglatadi. Demak, og'iz bo'shlig'ida qandaydir travmalardan keyin odamda abses rivojlangan va shu abses o'zidan sinus trakt hosil qilib, teri yuzasigacha yetib kelgan va mana shunday sariq eksudatlar ajralishi bilan namoyon bo'lgan. Demak, ushbu rasmda ham ko'rsak bo'ladi, sinus traktdan ajralib chiqayotgan sulfur granulalar bizda mana shunday dona-dona shaklida joylashgan bo'ladi. Bu dona-dona shaklda joylashgan sulfur granulalar tarkibida hech qanday oltin gugurt mavjud emas. Ya'ni oltin gurtga hech qanday aloqasi yo'q. Bu donalar faqat Actinomycesdan tashkil topgan donachalar hisoblanadi. Biz buni sulfur granulalar deb atadigan. Demak, asosan keltirib chiqaruvchi kasalliklari bu oral fatsial abseslar ekan, mana shu sinus traktlar bilan birgalikda. Bu bakteriyamiz sabab bo'luvchi kasalliklardan yana biri ayollarda spirallar qo'llanilganda, agar mana shu spiral u joyda yallig'lanish keltirib chiqaradigan bo'lsa, ya'ni yaxshi moslashmasdan yallig'lanish keltirib chiqaradigan bo'lsa, bu joyda mana shu Actinomyces bakteriyasi infeksiyaga sabab bo'ladi va chanoq yallig'lanish kasalliklariga sababchi bo'lishi mumkin. Bunda misol uchun bachadon, tuxumdon, fallopian naylari yallig'lanishiga sababchi bo'ladi. Buni asosiy sababchilari, ya'ni bu tuxumdon, fallopian naylari yallig'lanishining o'zi asosiy sababchilari bu gonoreya, xlamidiya hisoblanadi. Lekin shu bachadon ichiga qo'yiladigan moslamalar tufayli yallig'lanish kelib chiqadigan bo'lsa,
Demak, actinomyces bakteriyasi ham mana shu tuz sohasidagi yallig'lanish kasalliklariga ayollarda sababchi bo'lishi mumkin ekan. Demak, ushbu bakteriyamiz haqida gaplashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.